2-3 million so'm foydani bor. Lekin yana bir bor sizlar bugun ko'rib turganimizda Razoba kompaniyamizda xursandmiz. Mana Iromaga o'tgan safar Samarqandda rosa trendga chiqdilar. Ko'pchilik kommentlarda biz Samarqandlik emas deyishdi. To'g'ri, biz Samarqandlik emas, Samarqandda ishlaydilar. Necha yil bo'ldi? 12 yildan o'tdi. Biz shu yerda ishlab, shu yerda xizmatimiz shu yerda. Endi biz internetdan ko'rdik bularni. Shu yerda imorat qilyapmiz. Toshkentga ham hozir arzonroq beringlar deydi. Xudoga shukr. Mana shunimizni, manimizni 120 ming so'mdan qilib berishdi Srapila. 3,5 ga 14 deyman. Mana slipkamizni 24 ming so'm qilib berishdi. Pulimizni reykamizni adashmasam 8 ming so'mdan metr bo'ldi uni. Hop, jamimiz 38 million so'mlik tovar qilib berishdi bizga. Qanaqa muammosi yo'q, chotki mahsulotni yana ma'qul qilib bizga tushirishga chotki qilib berishdi. Muammo bo'lmadi hech qanaqa. Mana bu ishimizni bitkazishdi. Yana qaytib ketyapmiz biz. Xudoga shukr. Narxlar ma'qul keldimi? Ibrohim aka o'tgan safar olib borgan mahsulotlarni ishlatyapsizmi? Yaxshimi? Ichidan bir yana hozir mahsulot kerak bo'lib keldik. Shu ishimizni bajardik. Tan joningiz sog' bo'lsin, ishlarga omad. Kimgaki yog'och yoki temir mahsulot, qurilish uchun xullas kalom barcha mahsulotlarni siz Razobaydan topishingiz mumkin. Manzil: Namangan viloyat Mingbuloq tuman Paxta klasteri ro'parasida.